Bizning shodlik va quvonch omillarimizdan biri bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilishlarini eslashlikdir. Lekin undanda buyukroq hamda sarvari koinot payg'ambar qilib yuborishlaridan ko'zlangan maqsad esa islomdir. Va islom yer yuzida o'z saltanatiga ega bo'lmasdan, uni faqatgina tillarimizda ko'tarib yurishligimiz bilan boqiyda uning vujudi bo'lmaydi. Modomiki uni tadbiq qiladigan davlat bo'lmas ekan, dunyoda hech bir nizomning ham, hech bir qonunchilikning qiymati yo'q. Allohning hadlari qani? Uni kim tadbiq qiladi? Islomdagi iqtisod nizomi qani? Uni kim tadbiq qiladi? Islomdagi boshqaruv nizomi qani? Uni kim tadbiq qiladi? Islomdagi qasos nizomi qani? Uni kim tadbiq qiladi? Islomni risolat sifatida butun dunyoga jihod orqali olib chiqish qani? Uni kim tadbiq etadi? Odamlar orasidagi husumatlarni Allohning shariati bilan ajrim qiladigan mahkamalar qani? Uni kim tadbiq qiladi? Allohning shariatiga osiy bo'ladigan va oshkora ma'siyat ishlarini qiladigan kishilarni jazolash qani? Islom hukmlarini kim tadbiq qiladi? Modomiki islomning davlati bo'lmas ekan, diyori bo'lmas ekan, saltanati bo'lmas ekan, dunyodagi nizomning hech qanday qiymati yo'q. Mana bu ummatning islom diyori ham va islom saltanati ham bo'lmagan holda o'tkazganiga ham 100 yilga yaqinlashib qoldi. 96 yil bo'ldiki, Allohning shariati tadbiq qilinmayapti. Xatlar ijro qilinmayapti. Ma'siyatlar keng tarqalyapti. Tiyib qo'yadigan tiyib qo'yuvchi yo'q. Musulmonlar yurtlariga hujum qilinyapti. Jihod bayrog'ini bog'lab beradigan xalifa yo'q. Allohning hukmlari poymol qilinmoqda. Musulmonlar nomuslari va muqaddas narsalari toptalmoqda. Musulmonlar saflarini tartibga soluvchi saltanat yo'q. Chunonchi Alloh subhanahu va taolo bu haqda shunday deydi: Albatta Alloh o'zining yo'lida go'yo tutash binolardek bir safga tizilgan hollarda jihod qiladigan zotlarni sevar. Go'yo ummatning tarixi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida u zotning hijrat qilish yilidagi birinchi islomiy davlatning tiklanishi bilan, ya'ni mana shu hodisa bilan boshlangan va go'yo bu ummat hijriy 1342, melodiy 1924-yili, ya'ni qabrda yotgan mal'un qiyomatgacha unga Allohning la'natlari bo'lsin, Mustafa Kamol islomiy davlatni yo'q qilib, ilmoniy Turkiya Jumhuriyatini barpo qilganidan keyin xalifalikning bekor qilinganini e'lon qilgan paytda tarixdan chiqib ketganga o'xshaydi. Endi 12-Rabiul Avvalning ma'nosi va uning shu bugun tantana qilinib nishonlanishiga loyiq kun ekanini bildingizmi? U shunday bir tarix va shunday bir kunki, unda tarixdagi eng buyuk inson yetakchiligidagi eng buyuk davlat barpo bo'lgan. Natijada bu davlat esa tarixdagi eng taraqqiy etgan jamiyatni hamda tarixdagi eng buyuk hazoratni va eng kuchli davlatni paydo qilgan. Bu esa Rabiul Avval oyining 12-kunidir.